Assalom, uyg'onding? Ha, turdim. Mana voz turdim. Anaqisi, shunday choy ichib sanga telefon qo'yaman, xo'p? Yo'q, telefonni qo'ymaysiz. Oz qo'yaman. Yo'q dedim. Bu top gapir. Assalom, o'zi meni sevasan. Sevaman. Hovuzlaringdan so'ng. Yoningni bo'lib qo'yganimni nima qilarding? Unaqa demang. Bo'pti mayli. Nima kiyib olgansan? Pijama. Rangi aniq. Hoshimjon aka, jinnimisiz? Bu pijamani rangini so'rayapman, assalom. Bo'pti jonim, men yomon uyqum keldi, uxlayli. Yo'q, uxlamaysiz. Uxlayli. Yo'q, telefonni qo'ymay, nafasingizni eshitib yotaman. Top gapir, men qo'ymayman. Assalom, shunday tualetga kirib chiqib qolsanga qo'yaman, xo'p? Mayli, kiravering, faqat telefonni qo'ymang. Voy, sen jinnimsan, eshitmoqchimisan? Eshitaveraman, qo'ymang telefonni. O'zing bilasan. Bilasan, assalom, seni qattiq sevaman. Voy, assalomu alaykum. Assalom, bo'ldi, klient chiqib senga hozir telefon qo'yaman. Klientingiz erkakmi, ayolmi? Erkak kishi? Qani bitta erkakman desinchi? Aka, uzr endi. Shunday erkakman deb oling. Erkakman? Yig'ishtir telefoningni, hayda. Bo'ldi, keyin telefon qo'yaman senga. Yo'q, qo'ymang telefonni. Qo'yaman deyapman-ku. Qo'ymasdan ishlasa ham bo'ladi-yu. Bu topma, gapir. Alo. Hozir avtobusga chiqib olay, jonga telefon qilaman. Yo'q, telefonni qo'ymaysiz. Shu yoshga kirib bitta qo'yay. Qo'ymaysiz dedim. Bilaman, men chiqmayman shu avtobus.